Assalomu alaykum azizlar. Mana Tianshi korporatsiyasining miya faoliyati kalsiysi. Bu bizani kalsiylarimiz, Tianshi kalsiylari xabaringlar bor, ionli kalsiy. Ya'ni butun dunyoda bunaqa kalsiy yo'q. Boshqa jamiki kalsiylar molekulyar holda, Tianshi kalsiylari ionli holda tanaga 98% so'rilish xususiyatiga ega. Va bu dunyo bo'yicha doimo oltin medalni olib kelmoqda. Mana bu Panama xalqaro festivalda doimo oltin medal olib kelyapti. Mana bu belgi shuni bildiradi. Bu kalsiyimiz tarkibida litsitin bor, yuqori darajada tozalangan. Fermentlangan suyak kalsiy kukuni bor, taurin, C vitamini, B guruh vitaminlari bor. Litsitin bu nerv sistemasi faoliyatini, xususan markaziy nerv sistemasi barqarorligini ta'minlovchi hisoblanadi. Nerv tog'lasini qoplamasi tarkibi, hujayra membranasi, yadrosi tarkibi bu litsitindan iboratdir. U 17% tashkil etadi. Litsitin yetishmasligi nerv sistemasi kasalliklari A, B, E va K vitaminlari o'zlashtirilishini buzilishiga, o't tosh kasalliklariga, xotira susayishi va surunkali charchoq holati paydo bo'lishiga olib keladi. Mahsulotni qachon qo'llaymiz? Miyada qon aylanishi buzilishlari va insult, surunkali charchoq sindromida, markaziy nerv sistemasi kasalliklari, masalan, tarqalgan skleroz, hazm trakti kasalliklari, artritlar, osteoporoz, teri kasalliklari, qarilik marazmi, klimaks, hayz sikli buzilishi, gormonoterapiya, gormonal kontratsepsiya, ya'ni homiladorlikdan saqlanish uchun gormon ishlatishganda, jinsiy buzilishlar, frigidlik, impotensiya, maniakal depressiv sindrom, ayniqsa antidepressantlar naf bermaganda, imtihonlar va boshqa aqliy zo'riqishlar paytida, stress holatlarida, parez, falajliklar holatida bu mahsulotni qo'llasak bo'ladi. Hozirgi kunda judayam ko'p hammada charchoq, surunkali charchoq sindrom ko'payib ketgan, bel og'riqlari, oyoq og'riqlari, mana shu holatlarda judayam ko'p natijalar olyapmiz. Bu kalsiyimiz 400 milligramdan 30 ta kapsula chiqadi qadoqda. Buni kuniga bittadan, ikkitadan, 4 tadan, 2 mahal ichishingiz mumkin. Bunda peridozirovka yo'q. Qilayotgan ish faoliyatingizga qarab turib ichaverasiz. Judayam ko'plab natijalar olyapmiz. Ichishinglarni maslahat beraman. Ayniqsa Alsgeymerda ham juda ko'p foyda beryapti.